bo'luvchilar soni 20 ta. Tur n natural son, tur kara n ning natural bo'luvchilar sonini toping. Qarayapti, zo'rmasdan tushuntiraman. n qaranglar. MBSS qaranglar, natural bo'luvchilar soni nechta chiqdi? 20 ta deyapti. Va u 90 deyapti. Demak, tub ko'paytuvchi ajratilgan paytda 100% nima bo'lmaydi uning ichida? 2 bo'lmaydi. Chunki juft sonlarni tub ko'paytuvchiga yoyilgan paytida aniq necha ishtirok etadi? 2 ishtirok etadimi? Demak, tasavvur qilaylik, qaranglar. Bu qanaqadir 3 ta m-chi darajasi, 5 ta k-chi darajasi bo'lib tub ko'paytuvchiga ajraladi-da. MBS topilayotgan paytida nima qilinadi? M ga 1 qo'shiladi, K ga 1 qo'shiladi, natijada 20 kelib chiqqan. To'g'rimi? Endi qarang. Tur n natural bo'lishlar soni nechaga teng deyapti? Tur kerak. U uchun hammasini ko'paytuvchi ajratib olamiz. Boyagi misollarda qanday ajratdik? Turda alohida ajratamiz? Yo'q. 2 ning kvadrati bo'ladi. N ni ko'paytuvchiga qanday ajraladi tasavvur qildik? 3 qanaqadir m-chisi, 5 qanaqadir k-chisi. Endi tur n ni MBS'ni topayotgan paytimizda har bitta darajaga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamizmi? Ketdik. 2 ga 1 ni qo'shamiz. Mana 2 ga. M ga 1 ni qo'shamiz, ko'paygan K ga 1 ni qo'shamiz. Ana bu narsani o'zi necha teng edi? Mana bitta necha deb qabul qildik? Скидки? 60 bo'ladi. И? Aytmasang men qayerdan bilaman? Yo'q qo'yildi. Navyo ko'masdan. Shu sirchi. 3 mana bu yog'i. Mana bu yog'i 20. Nechta ekan MBS'si? 60 ta ekan. Tushundinglarmi? Keyingi savol. Ayyanim bu. A va B o'zaro tusollar. Xo'sh. Ko'raylik. A va B o'zaro tusollar. A sonning natural bo'luvchilari soni 18 ta. B niki 20 ta. A kara B ning natural bo'luvchilari soni qanaqa bo'ladi? Bir narsani aytaman-da. O'zaro tub degani nima degani? Tub ko'paytuvchi ajratgan paytingda bunda qatnashgan asos, bunda qatnashmaydi, bunda qatnashgan asos, bunda qatnashmaydi. Demak, qaranglar. A sonni MBSS 18 ta deyapti-ku, to'g'rimi? Qanday topilgan? A son faraz qilaylik, 2 ni qanaqadir k-chisi, 3 ni qanaqadir q-chisi bo'lgan. 2 MBS topayotgan paytingda K ga 1 qo'shilgan, Q ga 1 qo'shilgan. To'g'rimi? MBS shunday hisoblanadi. Shuni nima chiqqan? 18 chiqqan. Chunki MBSni hisoblaydigan narsa mana shu va uni 18 ta deyapti. Endi qarang. B soni bu bilan o'zaro tub bo'lsa, bunda 2 ham qatnashmagan, 3 ham qatnashmagan. Boshqa tub sonlarda yasalgan tub ko'paytmas. Mana, например, 5 qanaqadir m-chisi 7 ni qanaqadir n-chisi. Bularga 1 ni qo'shib, bir-biriga ko'paytirgan paytinglarda MBS hisoblagan payt necha chiqqan? 20 chiqqan. Endi 3-ishga qarang. A kara B ni MBS so'ralyapti. Demak, biz A kara B ni oldin nima qo'yishimiz kerak? Tub ko'paytuvchi ajratib olishimiz kerakmi? Qarang, bu nima bo'ladi? A bu nima ekan? 2 ni k-chisi, 3 ta q-chisi dedik. B nichi? 5 ta m-chisi, 7 ta n-chisi dedik. MBS topsanglar nima bo'ladi? K plus 1, Q plus 1, yana nima? M plus 1 n plus 1 da hammasini ko'paytirish kerak. Men sizlarga bitta narsani eslataman. Mana bu ko'paytma nechaga teng edi? Mana 18. Mana bu ko'paytma nechaga teng edi? Nechta bo'lar ekan? Savollar bormi?
Sog'liq bormi bular? O'zaro tutson degan joyga qarash kerak. Ha, stop. Nimani tushunishing kerak vrachga? Boshqa. Bunda qatnashgan tutsonlar bunda yo'qligi. Ana shu fokus beradigan joylari bor-da. Tozlanishlar. O'zaro tutson. Qatiga. Uchinchidan keyin bu olishmi? Qara. Nima uchun mana bu yoqda 2 bilan 3 ni olib bu yoqda olmaganligi uchun deymi? Chunki A bilan B qanaqa son? O'zaro tupson. Demak, men aytdim, balki A 2 ni qanaqa darajasi, 3 qanaqa darajasidir. O'sha paytida B 100% tub yoyilmasida 2 bilan hech qatnashmaydi. 3 qatnashmaydi. Chunki agar 2 yo 3 qatnashib qolsa, o'sha tupson birida bor tupson ikkinchisida kelib qolsa, ular E kubi, masalan, bu yoqda 2 ham bor, bu yoqda 2 bo'lsa, 2 ning ichida chiqib qoladi-da. Keyin o'sha E kubi bir emasmi? U o'zaro tub emas. A bu yoqda shart nima bo'lsin degan? O'zaro tub bo'lsin degan. O'zaro tub bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Bunda borlari, bunda bo'lmasligi kerak, bunda borlari, bunda bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun mana bu 2 bilan o'sha tashkil topgan, mana bu esa Ustiga chimlabdi. Qurolli so'zlar. Tutsonlar hammasi o'zaro tutadi. Tushundinglarmi bu yoqqa aytganimni? Ha? Kim tushunmadi buni? Tushunmagan qo'limni taslaydi. Ha, hazillashyapman. Tushunmading? Yo'q, oxirida hamma 18 ga 20 qo'yamiz. Hamma to'g'ri A kara B ni MBSS bilan o'rnish son topmaydi. Mana bitta mana bu narsani 18 yozgan tushundingmi? A soni MBSS 18 deyapti-yu. A soni 2 ni kirangisi 3 ni qo'yingsiz deydi, to'g'rimi? O'sha MBSS hisoblab kelib nima qilsan? Darajalarni bir qo'shib ko'paytirasan? Ana shu darajalarni bir qo'shib ko'paytirsang, mana 18 chiqadi. Mana bunda darajalarni bir qo'shib ko'paytirsang 20 chiqadi. Endi A kara B ni MBSS ni top deyapti. Demak, A kara B ni MBSS ni topishing uchun shu ko'paytmani ko'paytiruvchi ajratish kerak. Keyin har bir darajalarni bir qo'shib ko'paytirish. Qarang. Mana bitta. A ni ko'paytiruvchi ajratamiz. A ni yoyilmas o'zi tayyor bor edi. Mana. Mana. B ni ajratamiz. Mana. Tayyor ko'paytiruvchi ajratib qolmaydi bu? Nima qilish qoldi? Darajalariga birini qo'shib ko'paytirish qoldi, to'g'rimi? Ketdi. K plus 1, Q plus 1, M plus 1, N plus 1. Bu ko'paytma hisobda shunday o'ylayman. Mana ikkita qovus ko'paytmasi aniq chiquvdi mana. 18 ming. Mana ikkita qovus ko'paytmasi aniq necha edi mana? Tushundinglarmi? Tushunish uchun shunaqa. Kim tushunmadi? Ha? Ikkitagina og'ir sog'lig'i bor-da. Ikkitagina yomon narkozga beradigan sog'lig'i bor. Mana shu ikkitamiz uyda o'ylab ko'rasizlar. Yo'q, обязательно ishlab beraman. Faqat hozir emas, chunki hamma narsani ishlab beraversam o'zingizlar fikrlash hech narsa qolmaydi.